Kuni kecha yurtimiz prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni kasalxonaga tushganliklari haqida xabar bergan edik. Bugun tongda esa xushxabar keldi. Prezident devonidan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, rahbarimiz Islom Karimovning ahvoli ancha yaxshi va barqaror holatda ekan. Mutaxassislar fikriga ko'ra, to'liq tibbiyot ko'rigidan o'tish va davolanish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Xavotirga esa o'rin yo'qligini ta'kidlashdi. Prezident apparati esa ba'zi ommaviy axborot vositalarida tarqalgan Islom Karimov vafoti haqidagi xabarlarni inkor qildi. Endi esa mavzu yuzasidan ozroq fikr. Hayvonlar sultoni sher betob bo'lib qolsa, shoqollar bayram qilar ekan. Mamlakatimiz rahbarining ahvolidan xabar topgan ba'zi g'alamis kimsalar pisib yotgan joylarda qimirlab qolishdi. Hali hech qancha vaqt o'tmasa, birdaniga barcha ijtimoiy tarmoqlarda o'z g'araz niyatlarini boshlab yuborishdi. Ya'ni xalqni ichiga vahima solib, norozilik kayfiyatlarini uyg'ota boshlashdi. Hattoki oxirgi 15 soat ichida bir qancha saytlarda Islom Karimovni vafot etganligi haqida ishonchsiz ma'lumotlarni tarqata boshlashdi. Holbuki rahbarimizning sog'-salomat ekanligi haqida prezident devoni tongda xabar bergan edi. Shuning uchun yurtdoshlarimizdan xavotirga tushmasliklarini yana bir bor so'rab qolamiz. Chunki hozircha bizga eng ishonchli bo'lgan manba bu O'zbekiston axborot agentligi bo'ladi. Faqat shu saytdangina aniq ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Sizlardan esa har xil saytlarda tarqatilayotgan ma'lumotlarga ishonmasliklaringizni so'rab qolamiz. Zero yurt tinch, sen tinch degan maqolni unutmasligimiz kerak. Shunday ekan, yurtimizda qilayotgan har bir ishingiz va hattoki har bir yutayotgan luqmangiz ham faqat yurt tinch bo'lsagina tatiydi. Hozircha dasturimizga yakunlaymiz. Agar biror bir xushxabar bo'lsa, albatta birinchilardan bo'lib xabar beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, hali hammasi oldinda.